Salaydan ikki chekimni olib chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais buvamni kayfiyati sollo. O'ldi. Buyingni Amerika masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qitib yording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? $20,000 topishlari kerak, $18,000 menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga $20,000? Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. Tur yo'qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Aprasheniya. Mahallada nima bo'lyapti? Urushmang. Barsa zo'r, Real zo'r deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5-2 yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Aslijon. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlikmi? O'zidan so'ray. Nima Aguero'ga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor-puxturga bordingmi? Uyalaman ne rais bu ha? Uyalasa, ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yuringlar bu yoqqa. Ko'ryapsanmi, atalar O'zbekistondagi nomer 1 urolog. Farzand ko'rolmayotgan erkaklarni operatsiya qilib, farzand ko'rishiga sababchi bo'layotgan urologlardan bittasi shu bo'ladi. Urologiya bo'yicha nima muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarga murojaat qilinaveradi. Doktor mo'balani bitta ko'rib qo'ying, fitfilonga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa. Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling.